Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana davom etamiz. Telegram gruppamizga kelgan aktual savollardan yana biri. O'qib eshitiraman demay, assalomu alaykum, yaxshimisiz doktor? Qizim 10 yosh, oyog'im og'riyapti deb yig'layaptilar. Qanday analizlar topshirsam bo'ladi deb yozganlar. Bu holatda qanday analizlar topshirish kerak? Oyoq og'rish sabablari nimaga bog'liqligini bilish uchun avvalo umumiy qon tahlili, kalsiyga, vitamin D ga va rema probaga analiz topshirish kerak. Kalsiy kamayganda bolajonlarda oyog'ida og'riq bo'lishi mumkin. Rema probada antistreptolizin, streptokokli infeksiya, bakteriyali infeksiyalarda miqdori ko'rsatkichi ko'tarilib ketganligi sababli ularda oyoqlari og'rib qolishi mumkin. Bunda qanday shikoyat qilishadi? Asosan uzoq masofaga yurganda yoki kunning ikkinchi yarmida, ya'ni tun boshlanishidan oldin oyoqlarini uqalatish kerakligi haqida yoki kimdir uqalab qo'yishligi haqida, to'layotganligi haqida aytishadi. Shuning uchun biz yuqorida aytgan umumiy qon tahlili, kalsiyga, vitamin D ga va rema proba barchasiga topshirish kerak. Shu holatlarni ko'rib chiqib aniq tashxis qo'yiladi bolaga. Agar analizlarida muhim o'zgarish chiqmaydigan holatlar bo'lsa, boshqa qo'shimcha tekshiruvlar, UZI, rentgen tekshiruvlarini o'tkazish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.